Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bir kitobda o'qib qoluvdim. Bir qiyos sifatida yozilgan ekan. Bir odam bir qush boqar ekan. Judayam chiroyli qush ekan. U qushni chiroyli bir qafasga solib boqar ekan. Uni donini, suvini vaqtida berar ekan, parvarish qilar ekan. Yaxshi joylarga bir o'zi bilan olib borar ekan. Lekin qushcha doim tashqariga intilar ekan. Qafasdan tashqariga chiqqisi kelaverar ekan. Lekin egasi bunga yo'l qo'ymaydi ekan. Vaqtiga kelib bir qattiq bir shamol bo'lib, bo'ron bo'lib, qafas yerga tushib ketganda bir yeri osilib ketgan, qushcha uchib ketgan. Qushcha o'yladiki, endi men erkinman, men ozodman deb. Uchib bordi, boshqa qushlarga qo'shilmoqchi bo'ldi, ular haydadi, bir hovliga tushdi. Uni egasi ushlamoqchi bo'ldi, qochib ketdi. Bir marta mushuklar ham bir quvladi, ular azob uqubat boshdan kechirdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. O'zini egasini qo'msadi, egasini sog'indi va o'sha egasini yoniga uchib borganda esa ancha vaqt o'tib bo'lganida o'sha egasi yangi qafasda boshqa qushni parvarish qilayotgan ekan. Agar sezgan bo'lsanglar, gap qushlar haqida emas. Ayollar, fikr qilinglar.